هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Saffat tefsiri 99. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Saffat suresi 99. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. İbrahim aytdi: "Men hakikaten Rabbim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Rabbim manga bir yaxshi farzand ato qilgin." Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. U İbrahimning ish kuchlariga yorug'idek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Alloh xolisa, uningga meni savr qilg'uchi topsan." İkisi Allah Teala'nın emrige boysundu. İbrahim onu, yani oğlunu boğazlaş için yeni yatkızdı. Biz onunla: "Ey İbrahim, heylik çüşünü işqa aşırdın, yani çüşünde buyurulganını beca keltirdin" dep nida kıldık. Biz hakikaten yaxşı iş kılgıçılarını muşundaq mükafatlaymiz. Bu hakikaten roşen sınaqdır. Biz onun ornuğa çoğun bir kurbanlıqni, yani cennetten çıkan qo'shqarni berdik. Keyinkilarga ichida onunğa yaxshi nom qoldirdik. Keyinkilar ichida onunğa yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilg'uchilarni mushundaq mukofotlaymiz. U hakikaten bizning mu'min bandalarimizdandir. Onunğa biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan İshaq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va İshaqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilg'uchilarmi, gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qilg'uchilarmi chiqadi. İbrahimning hijrat qilganligi, uning İsmoilni qurbonlik qilish bilan sinalganligi va Alloh taolaning unga ne'mat ato qilganligi to'g'risida. Allah Teala bu ayetlerde kavmiga qarshi Allah Teala'nın yardımıga erishgan, qavmining katta mo'jizalarini ko'rib tursimu, iymon etmaganligi uchun ularning iymon etishdan umidini uzgan İbrahim alayhissalomning ularning orasidan hijrat qilib ketishi oldida mundaq deganligidan xabar berdi: "Men haqiqatan Rabbim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Rabbim bana bir yaxshi farzand ato qilgan, ya'ni u ayrilib ketayotgan qavmi va tuqqanlarining o'rniga Alloh taoladan itoatchan farzand ato qilishni tiladi." Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. Bu o'g'il İsmoil alayhissalomdir. U İbrahim aleyhisselam'a hoş haber berilgan tunji o'g'ildir.
İsmailning Ishoqdan cho'ng ekanligida musulmonlar va ahli kitoblar birdek qarashga ega. Ahli kitobning kitobida Ibrohim alayhissalom 86 yoshga kirganda o'g'li Ismoil alayhissalom tug'ilgan. U 99 yoshga kirganda ikkinchi o'g'li Ishoq tug'ilgan deb ko'rsatilgan. Ahli kitobning kitobida buyuk va yuksak Allah Taala İbrahimni yalğız o'g'lini qurbonlik qilishga buyurgan deyilgan. Bu kitoblarning yana bir nusxasida tunji o'g'lini deyilgan. Biroq ular bu yerga yolg'onchilik qilib Ishoq degan so'zni o'ydirib kirgizgan. Bu hargizmi to'g'ri emas. Chunki u o'zlarining kitobida bayon qilingan mazmuniga qarama-qarshi so'zdir. Ular Ishoq degan so'zni faqat u o'zlarining cho'ng bo'g'isi bo'lganligi uchunla kirgizgan. İsmail bo'lsa arablarning cho'ng bo'g'isidir. Shunga ular arablarga hasad qilib Ishoq degan so'zni qo'shib qo'ygan va uningdan boshqa o'g'ling yo'q degan hukmni ifodalaydigan yolg'iz o'g'lingni degan so'zni o'zgartirib etgan. İbrahim o'g'li Ismoil bilan Ismoilning onasi Hajarni elib Makkaga borgan. Shunga ularning aytgan so'zlari burmalangan va o'zgartirilgan botil so'zdir. Chunki yolg'iz o'g'ling deb faqat uningdan boshqa o'g'li bo'lmagan odamga shundoq deyiladi. Ya'ni kelib boshqa farzandlari bo'lmagan odamga uning tunji o'g'li intayin aziz va qadrlik bo'ladi. İbrahimning shu qadrlik yolg'iz o'g'li Ismoilni qurbonlik qilishga buyurishi uning uchun eng cho'ng sinoqdir. U İbrahimning ish kuchlariga yarg'idek bo'lgan chaqda, ya'ni Ismoil alayhissalom otasi bilan uyon bu yonga birga berib kelaligidek holda o'sib cho'ng bo'ldi. İbrahim alayhissalom har vaqt Paran shahriga berib, u yerdagi o'g'lini va o'g'lining onasi Hajarni yo'qlab turadi va ularning ishlarini kuzatib turadi. Aytilishicha, İbrahim u yerga duldulg'a minib intayin tez suratda yetib bordi ekan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Ata Khurasani, Zayd ibn Aslam va boshqalardan u İbrahimning ish kuchlariga yarg'idek bo'lgan chaqda degan oyatining ma'nosi u o'sib yetilib otasi İbrahimning ish kuchlarini o'zi qiloligidek cho'ng bo'lganda deganlikdir deb rivoyat qilindi. U İbrahimning ish kuchlariga yarg'idek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab baqina, sening qanday fikring bor?" dedi. Bu vaqtda Ubay ibn Umayr payg'ambarlarning tushlari vahiydan iboratdir degan va bu oyatni o'qigan. "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. O'ylab baqina, sening qanday fikring bor?" dedi. İbrahim faqat qulay bo'lsin uchun va o'g'lining savrichanligini, kuchini va uning kichikidinla Allah Taalaga va otasiga bo'lgan itoatchanlik irodasini sinash uchun haqiqiy ahvolni o'g'liga bevosita uqtirdi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Ya'ni Allah Taala sana meni qurbonlik qilishga buyurgan bo'lsa, bu ishni o'rindig'in. Allah xolisa, onunğa meni savr qilg'uchi topsan. Ya'ni men savr qilaman va uning bedeliga g'olib va buyuk Allah Taalaning huzurida savob umid qilaman.
İsmail alayhissalom va'dasini amalga oshirdi. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Rabbining dargohida uning roziligiga erishgan edi. İkisi Allah'ın emriga bo'ysundi. U ikkisi Alloh taoloni yod etib, kalima shahodatni o'qidi. İbrahim o'g'lini qurbonlik qilish uchun, Ismoil bo'lsa o'limga tayyor bo'lish uchun shahodat o'qidi. İbrahim uni, ya'ni o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Mujahid, Ekrima, Qatada, Suddi, İbn Ishaq va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida ikkisi, ya'ni İbrahim Alloh taolaning amrini o'rindashga, Ismoil Alloh taolaga va otasiga itoat qilishga bo'ysundi va bosh egdi deganlikdir deydi. İbrahim uni yeni yotqizdi. Ya'ni İbrahim uni yeni yotqizdi degan oyatning ma'nosi, ya'ni İbrahim o'g'lini bo'g'izlaganda uning yuzini ko'rmaslik va uni bo'g'izlash o'ziga oson bo'lsin uchun, ya'ni o'g'liga tortishib qilib, Alloh taolaning amrini o'rindayolmay qolmaslik uchun uni gadin tarafidan bo'g'izlashga tirishib dum yotqizdi deganlikdir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Zahhak ve Qatada qatorliqlar bu oyatni İbrahim alayhissalom o'g'lini yuzini yeg qilib dum yotqizdi deb tafsir qilgan. İmam Ahmad İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. İbrahim alayhissalom haj faoliyatlarini ado qilishga buyurilgandan keyin Safa bilan Marvani Said qilayotganda shayton uning uchrashib İbrahim bilan baslashgan. İbrahim alayhissalom uning oldiga o'tib ketgan. Ondan Jibril alayhissalom İbrahimni elib Minodagi Jamra aqabiga elib borgan. U yerda shayton İbrahimga ko'ringan. Şunun bilan İbrahim 7 tal taşni şeytanga qartib atgan. Neticede şeytan u yerdan ketib qolgan. Ondan şeytan onunğa Cemretul Vusta'nın yenida yeni ko'ringan. İbrahim onunğa yana 7 tal taş atgan. Ondan İbrahim alayhissalom İsmoilni bo'g'izlash uchun dum yotqizgan. İsmail aleyhisselamның üstüde bir ak köynek var idi. U, ey ata, mening buningdan başqa meni kepenligida kiyimim yok. Onu saldırıp etken, onun bilen meni kepenligin degan. Ondan İbrahim köynekni saldırıp atgan çağda ak tarpidan, ey İbrahim, eylik tushni ishga oshirding deb nido qilingan. İbrahim aleyhisselam burulup arkaga qarab nihoyat chiroyli, munguzlik bir oq qo'shqarni ko'rgan. İbn Abbas so'zini davom qilib, bizmi shunga ashu turdagi qo'shqarlarni qurbonlik qilish uchun izlanamiz degan. Hisham haj faoliyatlari to'g'risidagi bayonida bu hadisni to'liq bayon qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Biz onunğa, ey İbrahim, eylik tushni ishga oshirding, ya'ni o'g'lingni bo'g'izlash uchun yotqizishing bilan eylik tushingdagi maqsad haqiqatan hosil bo'ldi deb nido qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va boshqalar İbrahim pichoqni o'g'lining bo'yniga surkigan, biroq pichoq hech narsani kesmagan. Belki pichoq bilan İsmoilning bo'ynining orasini bir nepiz mis to'sib olgan. Shu chaqda İbrahim alayhissalomga,
heyliq tushni ishqa oshirding deb nido qilingan deydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Ya'ni bizga itoat qilgan kishilardan yomon ko'riladigan ishlar bilan eg'irchiliklarni mana mushundaq ko'tarib etamiz. Ularga ishlarida osonlik va chiqish yo'li beramiz. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Allah onun o'ylamgan yerdan rizq beradi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Allah onunga kifoya qiladi. Allah haqiqatan maqsadiga yeta oladi. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Aqida olimlaridan bir turkum kishilar bu oyat bilan bu qissani biror ishning reallikqa aylanishdan ilgari taqdir bo'yicha amaldan qoldiradiganligining to'g'ri ekanligida dalil isbot qilib ko'rsatdi. Bu oyatning oshkor ma'nosimi buni isbotlaydi. Chunki Alloh taolo İbrahim alayhisalomga o'g'lini bo'g'izlashni belgiladi. Ondan uni amaldan qoldirib, buningga qo'shqarni fidya berish orqali uni o'g'lini bo'g'izlashdan qaytardi. Alloh taoloning u hukmni belgilashidagi maqsad shuki, do'sti İbrahimning o'g'lini bo'g'izlashda ko'rsatgan savrchanligiga va uni o'rindash uchun bel bog'laganligiga savob berish uchundir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Ya'ni eng so'yimlik odam bo'lgan o'g'lini bo'g'izlashga buyurish ro'shan va ochiq sinoqdir. İbrahim Alloh taoloning amriga bo'ysungan. Uningga itoat qilgan holda Alloh taoloning amrini o'rindashga tizdan tutish qildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: İbrahim vafodor kishi edi. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni berdik. Bu haqda İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Alloh taolo uningga jannatdan 40 yil o'tlagan bir qo'shqarni berdi. Alloh taolo uningga jannatda 40 yil o'tlagan bir qo'shqarni berdi. İmam Ahmad Shaybaning qizi Safiyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bani Sulaym qabilasidan bir ayol menga mundaq xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom Osman ibn Talha radhiyallohu anhuga odam avatib uni chaqirtgan. Yana bir rivoyatda u ayol Osmandan Payg'ambar alayhisalom seni nemishqa chaqiribdi deb so'ragan. Osman Payg'ambar alayhisalom menga shak shubhisizki men Ka'baga kirgan chaqda heyliq qo'shqarning 2 munguzini ko'rgan edim. U 2 munguzni yeb qo'yishga buyurishni unutib qoptiman. U munguzlarni yeb qo'ygin. Ka'bada namoz o'qiydigan kishilarga daxli qiladigan biror narsaning bo'lishi to'g'ri emas, dedi, deb javob bergan. Sufyan heyliq qo'shqarning 2 ton munguzi Ka'bada esig'li qoldi, davomli qiliverdi. Keyin Ka'baga o't ketib, u 2 munguzmi billa ko'yib ketdi, degan. Mana bular İbrahim alayhisalomning qurbonlik qilgan o'g'lining İshaq bo'lmasdan, balki İsmail alayhissalom ekanligiga ochiq dalildir. Shak shubhisizki Quraysh qabilasi İbrahim alayhissalomga fidya qilib berilgan heyliqi qo'shqarning 2 munguzini keyinkilar avloddan avlodgacha toki Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatganga qadar miros qilib saqlab kelgan edi. Qurbonlikning İsmail alayhissalom ekanligini keskin dalil paketlar bilan isbotlagan asarlar to'g'risida Sa'id ibn Jubayr, Amir Sha'bi, Yusuf ibn Mahron, Mujahid, Ata va bir qancha kishilar İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurbonlik
qilinmoqchi bo'lg'ini Ismoil alayhissalomdir. Ibn Jarir Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurbonlikning o'rnida fidya berilgan kishi Ismoil alayhissalomdir. Yahudiylar u kishi Ishoqdir deb jo'ylib yolg'on so'zlaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma qurbonlik qilinmoqchi bo'lg'ini Ismoildir deydi. Ibn Abu Najih Mujahidning u Ismoil alayhissalomdir deganligini rivoyat qilgan. Yusuf ibn Mahrammu shundaq degan. Shabumu u Ismoil alayhissalomdir. Men Ka'baning ichida hiliq qo'shqarning 2 mungizini rastligini ko'rdim degan. Muhammad ibn Ishoq Hasan ibn Dinarning, Amri ibn Ubayd Hasan Basrining, İbrahimning 2 o'g'lidan qurbonlik qilishga buyurilgani Ismoil alayhissalomdir deganligini rivoyat qilgan. Ibn Ishoq Muhammad ibn Ka'b Qurazining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo haqiqatan İbrahimni 2 o'g'ildan birini bo'g'izlashga buyurgan. Uning bo'g'izlanishiga buyurilgan o'g'li Ismoildir. Biz uni haqiqatan Alloh taolaning kitobining mazmunidan bilib olamiz. Alloh taolo İbrahimning 2 o'g'lidan birini qurbonlik qilishga buyurganlik haqidagi qissasini tugatgandan keyin mundaq dedi. Onunğa biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan Ishoq bilan xush xabar berdik. Alloh taolo yana mundaq degan. Uning ayoli, ya'ni Sara, biz bir tarafda turib, Lut qavmining halok bo'ladiganligidan xushallanib kuldi. Biz onunğa, ya'ni Saraga İshaq atliq balası bo'ladiganligi bilan va Ishoqdan keyin keladigan Yaqub atliq nevrisi bo'ladiganligi bilan xush xabar berdik. Alloh taolo bu oyatda İbrahimning o'g'lini va o'g'lining o'g'lini tilga oldi. İbrahimni Ishoqni qurbonlik qilishga buyurmadi. İbrahimga Ishoq to'g'riliq va'da qilingan vaqt tek kelmagan edi. Qurbonlik qilishga buyurilgani faqat İsmoildir. İbn Ishoq, men Muhammad ibn Ka'b Qurazining u so'zni ko'p qitim deganligini angladim degan. İbn Ishoq Muhammad ibn Ka'b Qurazining buni ayni vaqtda Şamda xalifa bo'lib turayotgan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhuga so'zlab berganligini rivoyat qiladi. Şu çağda Muhammad ibn Ka'b Qurazi Ömer bilen Şam'da birga edi. Ömer onunğa, şek şübhisiz ki bu iş elbette men köp e'tibarga almagan işken. Hakikaten men onu sen aytgandek o'ylaganman. Sen aytgandek o'ylayman degan. Ondan Ömer o'zi bilan Şam'da turadigan bir odam avatib onu chaqirtib keldi. U aslida Yahudi bo'lib, keyin islomni qabul qilgan va yaxshi musulmon bo'lgan kishi edi. Umar u odamni Yahudilarning o'limalaridan deb qaraydi. Shunga Umar ibn Abdulaziz radhiyallohu anhu u odamdan u ahvol to'g'risida so'radi. Muhammad ibn Ka'b mundaq deydi. Men shu chaqda Umar ibn Abdulazizning yenida edim. Umar u odamdan İbrahimning 2 o'g'lining qaysisi qurbonlik qilishga buyurilgan deb so'radi. U albatta Ismoildir, ey mu'minlarning xalifasi. Allohning nomi bilan qasamki, Yahudilar buni rastli biladi, lekin ular Ismoil Arab jamoasining bo'g'isi bo'lganligi, Alloh taolaning uni qurbonlik qilishga buyurganligi, Alloh taolo uni qurbonlik qilishga buyurgan chaqda u savr qilganlikdan Alloh taolo uning ortiqchiligini bayon qilganligi uchunla hasad qilishdi. Ular uni qasdan inkor qildi. Ishoq o'zlarining bo'g'isi bo'lganligi uchunla ular qurbonlik
İshaqdır deb jar selishidi. Qurbonlik ikkisidan qaysisining ekanligini Alloh taolo obdan biladi. Ularning har biri pok, yaxshi, Alloh taolo itoatchan edi deb javob berdi. İmam Ahmad ibn Hanbalning Alloh uningga rahmat qilsin. O'g'li Abdullah mundaq deydi. Men atamdan qurbonlik qilishga buyurg'ini Ismoilmi yoki Ishoqmi deb so'radim. Atam Ismoil deb javob berdi. İbn Abu Hatem Abdullahning men atamdan qurbonlikning Ismoil alayhisalom ekanligi to'g'ridir deganligini rivoyat qilgan. Ali ibn Umar, Abu Hurayra, Abu Tufayl, Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Jubayr, Hasan, Mujahid, Sha'bi, Muhammad ibn Ka'b, Qurazi, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali ve Abu Salih radiyallahu anhumlarning qurbonlik qilinishga buyurilgani Ismoildir deganligi rivoyat qilingan. İmam Bag'aviy tafsir kitobida qurbonlik qilishga buyurilgan kishining Ismoil ekanligiga Abdullah ibn Umar, Sa'id ibn Musayyib, Suddi, Hasan Basri, Mujahid, Rabi' ibn Anas, Muhammad ibn Ka'b, Qurazi ve Kelbi qatorliqlarning birdek qarashda ekanligini bayon qildi. İbn Abbasning shu qarashda ekanligi rivoyat qilingan. İmam Bag'aviy yuqoridagi birlikka kelgan qarashni Abu Amr ibn Aladinmi rivoyat qilgan. Ibn Jarir Sunabahining mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Muaviya ibn Abu Sufyanning yanida edik. Odamlar qurbonlik Ismoilmi yoki Ishoqmi deyishdi. Muaviya sizlar haqiqatan uningdan xabardor kishiga yo'liqdinglar. Biz payg'ambar alayhisalomning yanida edik. Bir odam payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, u ikki qurbonlikning o'g'li Allah sana g'animat qilib bergan narsadan menga bergin" dedi. Payg'ambar alayhisalom kulib ketdi dedi. Shu chaqda kishilar Muaviyadan, "Ey mu'minlarning xalifasi, ikki qurbonlik degan nima?" deb so'radi. Muaviya mundaq deb javob berdi. Abdul Mutallib Zamzam quduqini yangilab ko'lashga buyurilgan chaqda agar Alloh taolo uning quduqni qazishni osonlashtirib bersa, buning shukronasi uchun o'g'illaridan birini qurbonlik qilishga Alloh taolo uchun nazar qilgan edi. Shuning bilan ish bitganda qurbonlik qilinadigan bolasi uchun tashlangan chek payg'ambarimizning otasi Abdullohga chiqib qoldi. Abdullohning ona taraf tuqqanlari Abdul Mutallibni uni qurbonlik qilishdan to'sib, bu o'g'lingning o'rniga 100 to'gi fidya bergin dedi. Abdul Mutallib uning o'rniga 100 to'gini fidya berib qurbonlik qildi. Bu birinchi qurbonlikdir. İkincisi bo'lsa Ismoildir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Onunğa biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan Ishoq bilan xo'sh xabar berdik. Ismoildan iborat qurbonlikning xo'sh xabari bayon qilingandan keyin onunğa ulapla uning qarindishi Ishoqning xo'sh xabari bayon qilindi. Bu haqda Sura Hud bilan Sura Hijrada tafsili so'zlandi. İbrahimga va Ishoqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi, gunoh va kufr bilan o'ziga oshkor zulm qilguvchilarmi chiqadi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan:
aytildi, ya'ni Allah aytdi: ey Nuh, sana sen bilen kimidi billa bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan amonlik va barakatlar bilan kimidin tushkin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. Alhamdulillah, yuqorida Sura Saffat tafsiridan 113 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.